To'xtanglar, agar erkak kishi bo'lsanglar, bu videoni o'tkazib yubormasliklarini iltimos qilaman va ba'zi qizlarning kommentariyasiga so'kinadigan negativ erkaklar nima shunaqa qilasizlar? Sizlarga savol o'tdi, jalablikka, fohishalikka targ'ib qilinmagan bo'lsa ham, kelib turib har xil SMSlar bilan odamni asabiga tegasizlar. Bu gap o'zini hurmatini biladigan erkaklarga emas, erkakligidan xabari yo'q bo'lgan ba'zi bir insonlarga tegishli. Даже inson ham deb bo'lmaydi ularni. Yana bir gap, qiz bolani kelib olib jalab, tudem deydiganlar, u jalab bo'lmasa, qiz bola bo'lsa, misol uchun menga kelib jalab desa kimdir, любойni makkilata olaman bitta gap bilan. Davay, erkakmisan, erkak lafzi bilan erkak. Agar gapirgan gapini isbotlab bera olmasa yo ustidan chiqa olmasa, u erkak hisoblanmaydi. Erkak lafzi bilan erkak. Ну давайте meni jalabligimni isbotlab ber. Bittagina dalil topib ber deyman. Bittagina dalil topib ber. Virtualka bo'lgan joying bormi yoki u bu kimga berib qo'ygan joying bormi? Bittagina dalil topib ber deyman. Makkillab qoladi, bori tudem sudem qo'yaradi. Onadan so'kiladiganni vashi tushunmayman. Men doim aytaman, onadan so'kmayman. Shu bola darmayat bo'lsa, onada hech qachon ayib bo'lmaydi. Mashhur odam emasman, oddiygina qizman, lekin shuni ham bir dunyo so'kinishlar bo'ladi. Men doim ularni o'chirib tashlayman. Oxir charchaganimdan video bilan murojaat qilishga qaror qildim.